Bilaman, bu mashinani juda ham ko'pchilik kutdi. Pardani orqasida sizlarni Cobalt turibdi. Akalar, bu mashinaga biz shunaqangi mehr berdi, mehnat qildi. Bu mehnatga prosta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mashinani ko'ramiz. Şahardan tağlarda erimaydi qar, erimaydi qar. Orqasidan chaqirsan, qaramaydi yore, qaramaydi yore. Okay, mashinani qoravoy qo'yibsiz-ku. Lekin borib, bundan oldingi rang menga ko'proq yoqdi, aka. Bundan oldingi rang menga ham yoqdi. Komandamdek hamma bolalarga yoqdi, lekin mashina meniki emas, sizniki ham emas. To'ppa-to'g'ri. Kommentariyada har xil gaplar bo'ldi. Hamma xohlagan gapini gapirdi. Qoraga o'zgartiringlar deyishdi. Kuzov eksperti bu hech bola emas, o'zgartiramiz. Rasxoddan ham qochmaymiz, mehnatdan ham qochmaymiz. Faqatgina sili uchun. Sili nima desanglar, biz shuni qilib berishga tayyormiz. Chunki mashina sizlarniki. To'g'ri. Sizlarga beraveramiz deganmiz, ya'ni obunachilarim, ya'ni Avtoitsinga obuna bo'lgan insonga beraveraman deganman. Inshaalloh tez kunda salonni yig'amiz, mashinani cho'ktiramiz. Diski qanaqa chiqdi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Mamnaqa yoki bunaqa. Vitsentint Rustam akam ko'rni diski olib keltirib berdilar. Akalar, Kuzov ekspertga ham kattakon rahmat. O'qib bitta narsani aytmadi. Bu O'zbekiston bo'yicha eng qora Cobalt shu bo'ladi. Hop, bo'pti. Eng qora Cobalt kelib qolsa, nima berasiz? Bundan qorasi kelib qolsa. Bundan qora Cobalt kelsa, Kuzov ekspert tomonidan $100 beriladi. Akalar, tezroq Kuzov ekspert kelib turib $100 olib ketish kerak. Menimcha, bundan qorasi yo'q.